3 ta bolani uxlatib, sizlar bilan ovqat qilamiz. Rostdan charchaganman, to'g'risi. Buni bilaman. Sezdirmasdan yaxshi kayfiyatda video olishda qanchalik iloji bor. Albatta, kun davomida menga yengil bo'lsa ham makiyaj kerak. Chunki syomkalar bor. Bir kunda bir marta bo'lsa ham qanaqadir syomkaga chaqirishadi. Shuning uchun menga makiyajlarimni o'chirib olish uchun bunaqa mitilarka ishlataman. Bu mitilarka sotuvda bizda bormi? Yo'q. Boshqa joyda sotuvda bormi? Yo'q. Chunki buni shaxsan o'zim uchun zavodga qildirtirganman va buni faqat yaqinlarimga, opamga, o'rtoqlarimga shunaqa momentlarda olib kelib ularga ham qo'shib qildirtirib beraman. Bu faqat o'zim uchun. Odatda mitilarkalarda sulfat bo'ladi. Sulfatsiz iloji yo'q. Yagona sulfatsiz mana shu anaqa mitilarka o'zim uchun qildirganman. Sulfat yo'q degan mitilarkada ham alternativa bo'ladi. Xuddi mana retinol qanaqa bo'lsa, bakuchol retinolga alternativa. Xuddi o'sha vazifani bajaradi. Biroz zaifroq. Men ishlatadigan mitilarkada absolyutno sulfat yo'q va o'zim uchun qildirganman. Va mana shu bilan makiyajimizni tozalaymiz. Makiyaj o'chirdim. Endi pudreli penka bilan yuzimizni yuvib chiqamiz. Odatda men 3 marta yuzimni yuvaman. Birinchisi bu mitilarka, makiyaj qoldiqlari chiqib ketish uchun, ikkinchisi ivitaman. 3-martasida toza bo'lganini his qilaman. Bu mening kasalim. Miyamda 3 marta yuvmasam toza bo'lmaydigan kasalim. Siz bu ishni qilishni shart emas. Bu chista meni ritualim haqida. Oldalarim ho'l bo'ladi, обязательно. Chunki yuz men uchun mana shu yuz. Ya'ni odamlar faqat yuz desa bu qismni tushunadi. Men uchun yuz bu dekolte. Mana shu yelka qismim, oldi qismim bu men uchun yuz. Shuning uchun ham videoni maykada olganimni to'g'ri tushunasizlar, чтобы sizlarga полное понимание bo'lishi uchun dog'lar bilan ishlashga, eng главныйsi namlashga va yuz stressini tushirib berishga toner ishlataman. Chunki yuzimizni ishqalab yuvganimizda u travma oladi, stress oladi. Keyingi xotlaringiz ishlamaydi. Shuning uchun toner bu vazifani bajarib beradi. Generic toneri menda. Buni qo'limga qo'yaman, ikkinchi qo'lim bilan bunaqa qilib tonerni surib olaman. Ko'pchilik vatniy disk ishlatadi. Chestno, men vatniy disk anaqa qilaman, qizg'anaman. Ziqnaroqman. Ularga vatniy disk shim bo'lganini qaytarib bermaydi-ku. Shuning uchun qo'lim bilan qilaman. Вот. Kechqurungi ovqatlarimga asosan gialuronka buni suraman. Apparatim bilan gialuronkani yaxshilab sindiraman. Ana undan keyin ustidan krem surib uxlayman odatda, lekin bugun bu ishni qilmaymiz. Chunki 2-3 kun ketma-ketmanda og'ir makiyaj, kuchli ish kuni va shu bilan birga havo issiq bo'ldi, quruq bo'ldi. Shuning uchun menga eng katta yordamchim Skoriy pomosh menga bu kollagenli maska. Buni ishlatganlar kommentga yozinglar. Bu prosta sehrgar. Bu prosta sehrgar. Maskani qo'yishdan oldin qolgan ovqatlarimni qilib olaman, keyin oxirida maskani qo'yib olamiz. Kelishdikmi? Sizlar 30 yoshdan keyin hamma ayollar bo'yniga mana shunaqa halqachalar kiradi. Menda ham bo'ladi, juda ko'p edi. Eng yomoni mana shu zonalarim qorayishni boshlagan, ichi siniqchalari. Mana shu tampollarni haftada 1 marta qilaman, keyin 2 martaga, keyin 3